Tarix sahnasida shunday insonlar bo'ladiki, ularning ismi dushmanni larzaga solgan, xalqiga esa umid va g'urur baxsh etgan. Ularning hayoti ertak emas, lekin ertaklardagidek ulug'vor. Shunday qahramonlardan biri Spitamen edi. Miloddan avvalgi 370-yilda Sogdionada dunyoga kelgan bu yigit kuch, aql, jasorat va vatanparvarlik timsoli edi. Onasi Sogd, otasi esa Sak qabilasidan bo'lgan aslzoda. Yoshligidan ot chopib, kamon otib, qilich o'ynatib o'sgan bu yigit kun kelib butun bir xalqning umidiga aylanishini o'zi ham bilmagan bo'lsa kerak. Keyinchalik u Aleksandr Makedonskiy boshchiligidagi Makedon bosqinchilariga qarshi ko'tarilgan xalq qo'zg'oloniga yetakchilik qiladi. Aleksandr Makedonskiy miloddan avvalgi 329-yil bahorida Turon yerlariga bostirib kiradi. Marokanda, ya'ni hozirgi Samarqandni egallab, o'z qarorgohiga aylantiradi. Aleksandr Makedonskiy o'z qo'shinining bir qismini Marokandaga qoldirib, o'zi qolgan qo'shini bilan Tanais, ya'ni hozirgi Sirdaryo bo'yidagi qal'alarni egallash uchun jangga otlanadi. Aleksandr Makedonskiy bu jang bilan band bo'lib turgan bir paytda Spitamen boshchiligidagi baktriyaliklar va Sogdiylardan iborat qo'zg'olonchilar Marokandaga qoldirilgan Aleksandr Makedonskiy qo'shinini tormor qilib, shaharni egallaydilar. Buni eshitgan Aleksandr Makedonskiy Spitamen qo'zg'olonini bostirish uchun katta qo'shin jo'natadi. Biroq Spitamen boshchiligidagi qo'zg'olonchilar ularni ham tormor qiladi. Qo'zg'olonchilarning bosqinchilarga qarshi erishgan g'alabalari Aleksandr qo'shinining ruhini tubdan tushirib yubordi. Buning ustiga Aleksandr turgan Tanais, ya'ni hozirgi Sirdaryoning narigi betiga skiflarning katta qo'shini yetib kelib, Spitamenga qo'shilishga tayyor turishardi. Aleksandrning o'zi katta qo'shin bilan kelib skiflarga zarba berish uchun daryoning narigi betiga o'tadi va skiflar bilan jang qiladi. Qisqa muddatli jangdan so'ng qo'zg'olonchilar o'z strategiyasiga ko'ra cho'l ichkarisiga chekinadilar. Aleksandrning qo'shini ularni biroz ta'qib qilib, jazirama issiqda va tashnalikdan qiynalib, oxir-oqibat ko'lmak suvdan ichishga majbur bo'ladilar. Biroq bu ichgan suvlari ularni ichburuq kasalligiga olib kelib, orqaga chekinishga sabab bo'ladi. Aleksandr Marokandaga Spitamenga qarshi Meneden boshchiligida 3000 piyoda va 800 otliq askar yuboradi. Biroq Spitamen o'zining teran taktikasi bilan dushmanlarning yo'liga pistirma qo'yib, ularni qirib tashlaydi. Jangda 2000 piyoda va 300 otliq Makedon askarlari halok bo'ladi. So'ngra Aleksandr unga qarshi Farnuh boshchiligidagi qo'shinni yuboradi. Lekin vaziyatni payqagan Spitamen massagetlar bilan qo'shilish uchun chekinadi. 600 massaget otliqlari unga kelib qo'shiladi. Ular qo'qqisdan hujum qilib, yana orqaga chekinadilar. Spitamenning bunday taktikasi Makedon bosqinchilarini tinka madorini quritadi. Spitamen Makedon qo'shiniga ko'p talafot yetkazib, Politimet, ya'ni Zarafshon daryosi o'rtasida joylashgan orolga chekinadi. Ushbu oroldan turib bosqinchilarga qarshi hujumni davom ettiradi. Urush uzoq davom etadi va Aleksandr Makedonskiy qo'shinining bir qismi Spitamen tomonidan qo'yilgan pistirmaga tushib qoladi. Natijada barcha Makedon harbiy boshliqlari o'ldiriladi. Faqat 40 suvoriy va 300 piyoda hayotlarini saqlab qolish uchun qochib ulguradi. Shu tarzda Spitamen Makedon bosqinchilarini tuzoqqa tushirib, ularning yirik otryadini qirib tashlashga muvaffaq bo'ladi. Aleksandr Makedonskiy hech qachon bunday katta mag'lubiyatga uchramagan edi. Bu voqeadan keyin u Spitamen qo'zg'olonini bostirish uchun o'zi boshchiligidagi qo'shin bilan yetib keladi. Biroq Spitamen atayin cho'lga chekinadi va Aleksandr uning hiylasini payqab, orqaga qaytadi. Shu orada alamini tinch aholidan olish maqsadida Aleksandr 120 mingdan ortiq tinch aholini qirib tashlaydi. Aleksandr Makedonskiy ochiq janglarda Spitamenni yengishga muvaffaq bo'la olmagan. Shu sababli u boshqa usullarga murojaat qiladi. Diplomatiya va mahalliy qabilalar bilan alohida kelishuvlar tuzish orqali kurashni davom ettiradi. Aleksandr o'zining strategik aqlini ishga solib, Spitamenning harbiy kuchini yengish uchun boshqacha yo'llarni qidira boshlaydi. Manbalarda keltirilishicha, Aleksandr Makedonskiy Spitamen va uning ittifoqchilarini siyosiy yo'l bilan zaiflashtirishga harakat qilgan. U Spitamen bilan ittifoqda bo'lgan ba'zi mahalliy qabilalarni o'z tomoniga og'dirishga muvaffaq bo'ladi. Ushbu siyosiy strategiya natijasida Spitamen o'z qabiladoshlari tomonidan xiyonatga uchraydi. Ular Spitamenni o'ldirib, uning boshini Aleksandrga sovg'a qilgan. Bu hodisa Aleksandr uchun harbiy jihatdan muhim g'alaba bo'lib, u ochiq jang orqali emas, balki qabilalar bilan diplomatik aloqa va hiyla bilan erishilgan natija hisoblanadi.
Ushbu ma'lumotlar antik tarixchi Kvint Kurserufning Buyuk Aleksandr tarixi asarida va milodiy 95-175-yillarda yashab ijod qilgan va Markaziy Osiyoning qadimiy tarixini o'rgangan Arian Flaviyning Aleksandr yurishlari asarida bayon qilingan. Ularning yozishicha, Spitamin ittifoqchilar tomonidan o'ldirilgan va uning boshi Aleksandrga yetkazilgan. Ba'zi manbalarda uning xotini yoki yaqinlari tomonidan o'ldirilgani aytiladi, ammo bu tasdiqlanmagan fikr. Bu fikr shubhali bo'lib, u keyinchalik paydo bo'lgan rivoyatdir. Demak, bu faktlarga tayanib, Spitaminning xotini uning boshini Aleksandrga keltirib bergan degan fikr noto'g'riligiga ishonch hosil qilamiz. Chunki Arianning bu asari ko'pgina qo'lyozmalar va rasmiy hujjatlar asosida yozilgan. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, Spitaminning qarshiligi Aleksandrning yurishlarini ancha murakkablashtirdi va uning imperiyasining sharqqa tomon kengayishiga katta to'siq bo'ldi. Garchi Aleksandr oxir-oqibat bu hududlarni egallagan bo'lsa ham, Spitaminning uzoq davom etgan harbiy harakatlari makedoniyaliklarning zaif tomonlarini ochib berdi va ularning yurishlarini sekinlashtirdi. Tarixga yengilmas degan nom bilan kirgan Aleksandrning aynan mana shu Turon yerida qanotlari sinib, g'ururi egilgan bo'lsa, bu Spitamin kabi mard va vafodor xalq o'g'lonlarining jasoratidir. Spitamin nafaqat bir sarkarda, balki bir el-yurt sha'nining timsolidir.